Avvalambor assalomu alaykum barchaga. Bizlar asalimiz do'konida Rossiyadan keltirilgan lipa asallarimiz bo'lib, bular lipa asallarimiz 6 yilda bir marta asal berib farq qiladi. Juda ham uzoq muddatda beradi. Bu davleniyasi bolalarga, qoni kamlar uchun juda ham bir tabiiy mahsulot. Lipa daraxtining asali juda ham noyob asalimiz hisoblanadi. Keyingi lipa daraxtimiz bor. Har yil bir yilda bir marta beradigan yana bitta lipa daraxtimiz bor. Bular ham juda effekti yaxshi. Bular ham oshqozon og'riqlariga, davleniyasi bolalarga bular ham juda ham bir noyob asal. Kiyigota asalimiz bor. Kiyigota asalimiz sahri bolalar uchun ham juda bir tabiiy mahsulot, tabiiy shifo bo'ladi. Juda ham zo'r asal mana. Tabiiyki 27 xil asal turlarimiz bor. Asalari uylarimiz bu ham shu oshqozonda yazmasi bolalar uchun juda ham katta effekt beradi. Buning ichida propolis shunaqa asalari bu hech narsa qilinmagan, bu buzilmagan shunaqa turadi. Bu iste'mol qilinadi. Muhimi ertalabda och qoringa bir qoshiqdan och qoringa ichadigan bo'lsa, juda ham effekt berishi juda ham zo'r bo'ladi. Yillik saqlangan asallarimiz bor. Bu yerda 20 yillik 6 yilligimiz bor ekan mana. Bu yerda mana 8 yilligimiz bor. Saqlangan asallarimiz ham bor. Saqlangan asal bilan yangi asalning karomati, saqlangan asalda bemorlar ko'pincha iste'mol qiladi.